Merhaba hamma, salom do'stlar. Sizlar bilan men har doimgidek Akinkraft. Bugungi videoda sizlar bilan eng kuchli 32 mobni o'ldirdim videosining 3-qismini olamiz, ya'ni final. Vardinda o'zingiz bilganingizdek, qanchalik kuchli aslaha bo'lmasin, Vardinda oddiy holda yengish qiyin. Shuning uchun men Vardin uchun tuzoq taxlamoqchiman. U tuzoqni o'zim o'ylab topdim. Ko'rsatib ham o'taman albatta keyinroq, ammo Vardinda o'sha yo'q qila olishi kerak. U ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. U tuzoqni sizlarga ishlatishim uchun mana bu ishni qilishga majburman. Tepadan tez tushishga majburman. U ish ana sizlar sal bo'lsa ham u tuzog'im ishlashi uchun tepadan tezroq tushishim zarur. Agar o'shanda ham Vardin tirik qolsa, aniq bundan tirik qola olmaydi. Men shundan qolaman, agar bundan ham tirik qolsa, keyin aniq tirik qolmasligi kerak. Unda tuzoqni taxlab olamiz. Oldin unga kerakli narsalarni olishim kerak. Men oddiy olamga o'tib keyin portal izlab yurgim kelmayapti. Shuning uchun qarshi bo'lmasangiz barini kreativdan olaman-da qo'yaman. Sizlarning ham vaqtingiz tejaladi, mening ham vaqtim tejaladi. To'g'rimi? Unda qani o'zimga kerakli narsalar kreativdan olib olay. Qani unda video to'xtatib turamiz. Va keyin mana bu narsalar kerak bo'ladi Vardinni yerda ishlatishimizga. Albatta, bularsiz hech narsa qila olmaymiz. Endi esa mazza qilib videoni qurilishini tomosha qiling. Men salgina tezlashtirib yuboraman. Xullasunda yoqimli tomosha tilayman. Qani ket. Ana do'stlar, hammasi ham bitdi. Mana bu Vardinni tuzog'i deb nomlanadi. Xullas, men mana bu dastakni bosishim bilan anvillar pastga, ya'ni Vardin turgan qopqonga qarab Vardin turgan qopqonga qarab tushadi. O'sha payt men bu tarafga qarab sakrayman va bu tarafga tushib olaman. Keyin men Vardinni tagini sindirib tashlayman-da, Vardin pastga stalagmitlar bor-ku, o'shaga tushadi va Vardin o'ladi. Ammo o'lmaslik ehtimoli 20% tashkil etgani uchun u o'lmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun qolganini o'zim mana bu narsa bilan amalga oshiraman. Maze. O'zim agar qolganiga Vardin unga ham chidab bersa, qolganini o'zim
maysga yordamida amalga oshirib yuboraman. Mana bu yerda biz Vardenni parchalaymiz deb turishibdi. Oltin olamiz va Varden vs Akingcraft jangi boshlandi. Xullas, unda tezroq cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Varden vs Akingcraft. Kim uchun izohlarda yozib qoldiring. Taxminan aytib. La'nati. Boshqa uribman. Yaxshi. Mana bu narsalar kerak emas, otib yuboramiz. Mana bu bekorga olibman, baribir kerak bo'lgani yo'q. Ender chestni ochamiz. Bu yerdan Vardenning qismini olamiz. Undan oldin o'zimga totemlar olishim kerak axir. Totemlar albatta kerak bo'ladi. Qani? Fairburg aman. Xullas, va Akingcraft vs Varden jangini maroqli musiqa sadolari ostida tomosha qiling. Qanday boshladik olg'a. Do'stlar, ko'rdingiz, Vardenga hech qanday anvil dropim ham ta'sir qilmadi. Chunki anvil drop noto'g'ri ketibdi. Shu bilan Vardenga tegmadi. Va Varden hech qancha jon yetmadi. Bundan buyog'idagi oxirgi imkoniyatim bu boya Vardenni meys bilan urishga urinib ko'rdim. Ammo o'xshamay qoldi. Ammo bir marta meys bilan urdimda, salyutlar bilan qochib qoldim. Shuning uchun endi nima qilaman? Oxirgi o'rim stalagmitlar qoldi. Unda ham yo'q bo'lmasa, unda men bilmadim. Ana Varden ham kirib ketdi. Ertaga iloji bo'lsa kreativdan boshqa bitta Varden chaqirishga ruxsat bersangiz chaqirardim. Va chaqiraman. Ruxsat bersangiz va chaqirdim. Xullas. Vardenni ham chaqirib oldim. Endi yagona maqsad Vardenni meys bilan urishga harakat qilishim kerak. Agar Vardenni meys bilan ham ura olmasam, videoda yutqazdim desam ham bo'ladi. Qani meys bilan to'shni tushayotgandim. Narigi videoni ko'rsangiz ham, ammo Varden
ketishga ulgurdi. Shu bilan men ura olmadim. Endi yana kreativdan bir vardan qo'yamiz. Va nihoyat men Vardenni yutdim. To'g'ri, bir marta o'ldim ham. Ammo Vardenni yutishga muvaffaq bo'ldim. Bu olam menga juda ham qadrli bo'lib qoldi. To'g'ri, bu olamda ko'p o'ynadim. Ammo hamma narsaning yakuni bor deganday, bu olamda ham eng so'nggi ishim yoshlikqa sakrash bo'ldi. Ammo undan oldin sizlardan bir narsa so'rab olmoqchiman. Mana shu video sizlarga yoqdimi? Agar mana shu video sizlarga yoqib 15 dona like yig'sa, men Minecraftdagi eng kuchli, Minecraftda bor qancha mob bo'lsa, o'shanchani yo'q qilaman. Qisqa ma'lumot, unga ishonishingiz ham shart emas. Minecraft o'yinida 80 dan ortiq mob bor. O'shani eng kuchsizdan tortib eng kuchlisigacha bu o'ldiraman degan video chiqishini xohlasangiz, mana shu yerga 20 ta like yig'ing. Yana kanalga obuna bo'lishni unutmang. 3000 ta obunachiga oz qoldi. Yana yaqinda tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kunim uchun 3000 ta obunachi sizlardan juda ham zo'r sovg'a bo'lgan bo'lardi. Xullas, men tug'ilgan kunim chiqarib qo'yaman. Birinchida turgan sanasi, ikkinchida turgan oyi bo'ladi. Xullas sizlardan qilgan iltimosim shu edi. Kanalga obuna bo'ling, 3000 ta bo'lay. Tug'ilgan kunimga bu juda ham zo'r sovg'a bo'lar edi. Hammangizga xayr.